Zor məğlubiyət. Avtori Zbigniew Brzezinski. 20-ci əsrdəki kommunizmның güllىنىشى və ھالاكىتى. 6-cı qism kommunizmның azablıq can talışışı. Kommunizm hadisesi bir meydan tarihi faciə. G'ayini tezlikdə ishq aşırmaqçı bolğan g'ayvizmning mahsuloti. Alaydılығы bolsa, reallıqda mavjud barlıq adil bo'lmagan hadislarga qarshi turdi. Kommunizm texmi go'zal, boy, insoniy jamiyat qurmoqchi bo'ldi, ammo keng ko'lamlik zulm ilib keldi. Kommunizm umidvor holda idrokning kuchi orqali mukammal jamiyat qurg'ili bo'ldiganligiga ishongan edi. Axloqni harakatlantirguvchi kuch qilgan jamiyat qurilishiga vakil bo'lib, kishilarning odamiyligini qadrlash va zulmga nafratlanadigan kuchlik hissiyotini qo'zg'amoqchi bo'ldi. Shunga kommunizm bir turkum hammani besib tushadigan va g'oyaga eng boy kishilarni jalb qildi. Ammo 20-asrdagi yoki insoniyat tarixidagi eng ig'ir ofat keltirib chiqardi. Buningdan sirt kommunizm xato tajriba. Kommunizm kam kodsiz idrokni ijtimoiy turmushga majburiy tangmoqchi bo'ldi. Kommunizm kesibla madaniyatlik siyosiy ong'i ega jamiyatning taraqqiyotini kontrol qilib, nishonli holda ijtimoiy iqtisod islohotiga yetakchilik qila oladi. Jamiyatning o'zgarib berishi hamda istixiyalik tasodifiy jarayon bo'lmasdan insonlar kollektiv aql farosati va axloq nishonini qo'g'lashishning mahsuli deb aytgan edi. Shunga kommunizm tashkillik harakat orqali siyosiy idrok bilan jamiyat axloqini birlashtirishni umid qildi. Ammo amaliyotda odamning idrokiga ziyoda ishonish, tarixdagi vaqtincha hukmni dogma e'tiqodga o'zgartish orqali kaskin kurash qilish, axloq va haqqoniy g'azab nafratni o'zninkini to'g'ri hisoblaydigan siyosiy o'chmanlik xohishiga tushirib qo'yish. Bo'libmi Leninizm, Marksizm bilan Rossiyaning qaloq, mustabid an'anasini o'zaro birlashtirish usuli kommunizmni siyosiy zulmning quroliga aylantirib qo'ydi. Bu zulm bilan kommunizmning o'zidagi axloq qarshining hech qanday munosabati yo'q. 21-bob Kommunizmning umumiy krizisi. Bugungi kommunizm ideologiya va tuzilmadan iborat ikki tarafdan umumiy krizisga patdi. Tövəndəki 5 asasliq o'zgarish bu krizisning ko'lami va doirasini namoyon qildi. Birinchi, butkul dunyodagi kommunizmchilarga nisbatan aytganda, Sovet ittifoqining tajribasi hamda hargizmi cho'qinadigan ma'bud emas. Do'rashqa bo'lmayli qolmasdan, uningdan hazar aylash lozim. Shunga kommunizm hamda boshqalar do'raydigan amaliy ulgi bilan ta'minlayolmaydi. Ikkinchi, Sovet ittifoqida kommunizm o'zini qutqiza olmaydigan qiyinchilikqa uchirdi. Faqat siyosiy muqimlikni qurbon qilgandila, ondan iqtisodiy taraqqiyotga erisha oladi. Ammo siyosiy muqimlikni saqlash yanala iqtisodiy mag'lubiyatni badal qiladi. Uchinchi, Sharqiy Yevropada kommunizmning ajallik ojizligi bo'lsa, kompartiya cho'ng huquqni yolg'iz egilib olgan. Buning manbasi Sovet ittifoqining kontrolligidir. Sharqiy Yevropadagi davlatlar majburiy holda kommunizm tuzumini qurgan. 40 yildan keyingi bugungi kunda kishilar umumyuzlik holda kommunizmning hukmronligi va chet elning tizginlashini tozalash jamiyatning güllenishidagi zarur oldingi shart deb qaraydi. 4-chi, Jungoda iqtisodiy muvaffaqiyatga erishishning badali kommunizm ideologiyasining suslashishidir. Zamonaviy Jungo yanala
kommunizm tüzümünün hükümranlıqıda 21 əsrге qadam qoydu, әмма бүтünlәй umumi mülkçilikdeki dövlət emas. 5. Ortaq bir nazariya asasıdaki dünya miqyasidagi kommunizm harakatining davri tarixga aylandı. 20 asrning 80-yillarining o'ttirlarida kommunizm harakatining nazariya va harakatda birdaklikni saqlaydigan ahvoli endi mavjud bo'la olmaydi. Umumlashtirganda yuqorqi 5 turlik o'zgarish kommunizmning umumiy krizisga patqanligining belgisi bo'lib qolmay, balki uning dunyo sahnasidagi asosiy siyosiy va ideologiya kuchi bo'lish sifati bilan o'rni tadrijiy ojizlashayotganligidan bishorat bermoqda. Bu umumiy krizisning amaliy ifodasi iqtisod qalaymaqonchilikqa patqanlikdan kompartiya davlatlarida kunsir eg'irlashayotgan ijtimoiy qalaymaqonchilik kelib chiqdi. Kompartiya hokimiyat yurgizayotgan yuqori qatlam guruhning kommunizm ta'limotiga nisbatan e'tiqod krizisi shakllandi. Kompartiya davlatida sotsializm afzal ijtimoiy tuzumga vakillik qildigandek, bu xil ideya nisbatan kishilar bag'ansiri gumonlanadigan bo'ldi. Hatto hech kim ishonmaydigan bo'ldi. Buningdan sirt, dunyo kommunizmi endi o'zining kelgusi taraqqiyot yo'nalishini ko'rsatib beradigan hech qanday ijtimoiy andiza ta'min etolmaydi. Kommunizmning umumiy krizisi Marksizm-Leninizmning klassik aniqlamasi. Kreml saroyi 1961-yili bu krizisning amaliyotda kelib bo'lganligini jakarlagan edi. Lekin bu aniqlama bugungi kommunizmning hozirgi taraqqiyot ahvolini intayin loyiqida dal aks ettirib berdi. Biz faqat Sovet ittifoqining partiya nizomnomasidagi jahongirlik yoki kapitalizmni, kommunizm yoki Sovet ittifoqiga, sotsializmni erkin iqtisodlik, demokratik tuzumdagi davlatga almashtirsaqla, hozirgi zamon kommunizmining hozirgi holati ko'z oldimizda xatosiz namoyon bo'ladi. Kommunizmning hozirgi taraqqiyot bosqichi Sovet ittifoqi jahongirligi, Sovet ittifoqi yemirilish va yo'qolish mezgiliga kirdi. Kommunizm asosidan cho'qqisigacha iqtisodiy tuzumi va davlat tuzumini o'z ichiga olgan siyosiy va ideologiyasimi saqlanqil bo'lmaydigan yemirilish jarayonida turmoqda. Texmi ko'p davlatlarning Sovet ittifoqi andisidan ayrilishi, kommunizm davlatlarining taraqqiy qilgan, iqtisodiy erkin bo'lgan demokratik davlatlar bilan bo'lgan iqtisodiy raqobatda istiqomining ojizlashishi, Sovet ittifoqi guruhi davlat tuzilmasining parchalanishi, davlatning sotsializm va millatarizining taraqqiyotini monopol qilishi paydo qilgan kommunizm ziddiyatlarining o'tkirilishi, kommunizmning ishlab chiqarish kuchlari, ya'ni ishlab chiqarish taraqqiyotining surati asta davrlanish xarakteridagi krizis, ishlab chiqarish uskunalarining doim ishga kirishtirishining yetarlik bo'lmasligi, doimlik ishsizlikdan bargan siri to'liq foydalanolmaganlikning ifodasi bo'lgan kommunizm iqtisodining ichki qismidagi muqimsizlik va cheriklashishning kuchayishi, har qaysi taraflardagi siyosiy aksiyatchilarning mislsiz kuchayishi, kommunizm davlatlarida bir qator fashistik zolim hokimiyatlarning qurilishi, kommunizmning siyosiy va ideologiyadagi cho'nqur krizisi qatorliqlarning hammasi kommunizm umumiy krizisining ifodasidir. Yuqorqi aniqlama Marksizmning so'z iboralari bilan tushuntirilgani, bu aniqlama dunyo kommunizmning umumiy krizisini yig'inchoqlagan. Lekin bu krizisning kengirligi va cho'nqurligi har qaysi davlatlarda birdek emas. Tövəndəki cədvəldə yüzəki halda öz təsiratından çıxış qilishdan saqlanğıl bolmagan halda hər qaysi kompartiya dövlətlərdəki krizis dərəcəsini yığınçaqlığan,
kommunizm tüzümüge nisbeten etqanda siyasi jihatdagi muvaffaqiyat önümlük tizginlashni ko'rsatdi. Umumiy tizginlashni asrash va saqlashni yo'lga qo'yishda keraklik majburlash vositasi qancha oz bo'lsa, muvaffaqiyat shuncha cho'ng bo'ladi. Jadvalda misol keltirilgan har xil ahvollar o'xshash darajada mo'yim bo'lmasimi, ammo jug'langan yuqori nomer Leninizm siyosiy tuzilmaning önümlük yurishilashmaganligi, jamiyatni o'zgartirish va önümlük markazlik planlaydigan iqtisodiy tuzilmani barpo qilish amaliyatining muvaffaqiyatga erishalmaganligini bildirdi. Kompartiya davlatlaridagi krizis daraja ko'rsatkich jadvali. Bu jadvallarga qiziquvchilar o'zinglar kitobdan ko'rib olgaysizlar. Eng yaxshi nomer 0 nomer. Leninizm tüzümünün iqtisadi güllenişini ishga oshirib, xalqning haqiqiy himoyasiga erishganligini ifodalaydi. Misol keltirilgan 15 kompartiya davlatida hech qanday bir davlat eng a'lo nomerga yiqilisha olmadi. Ularning ichida faqat 4 davlatning nomeri 10 dan töven. Bu ularda krizis yuz bermaganligini bildirdi. 5 davlat 20 dan yuqori nomerga erishdi. Bu ularning ig'ir krizis patqanligini bildirdi. Nisbatan muvaffaqiyat qozongan 4 davlatning ichida Jungo eng muhim. Buning asosli sababi Jungo har qaysi taraflardan kommunizm yo'nalishidan chetniganlikdan, krizisning yuz berishidan saqlanib qoldi. Bunun bilan Jungo hukumatida umidvorlik kayfiyati shakllanib, ma'lum jalb qilish kuchiga ega bo'ldi. Ammo u buning uchun to'lagan badali kommunizmning ba'zi yadrolik prinsiplaridan yuz o'rib, o'z yo'liga mengishdir. Uningdan boshqa 3 davlat Sharqiy Germaniya, Bulgariya va Shimoliy Koreya ijtimoiy zulmni davomlashtirish va hokim mutlaq iqtisodiy boshqarish sohasida texmo unumini ko'rdi. Undan boshqa kommunizmni o'zgartirish jarayonida bu 3 davlat uchirgan jamiyatning qarshiligi va boyqut qilishimi nisbatan yenik bo'ldi. Boshqa kompartiya davlatlari o'xshamagan darajada krizisga patdi. Ular yangi bir xil ijtimoiy tuzum barpo qilmoqchi bo'ldi, ammo yangilik yaratish ro'yi ishlab chiqarish unumiga ega iqtisodiy tuzilma qurolmadi. Aksicha ularning tirishchanligi kunsiri jamiyatning ba'zi hatto siyosiy jihatdagi noroziligini keltirib chiqardi. Kommunizmning kunsiri ig'ir krizisga patqanligini nazarda tutib, hozir kommunizmning amaliyatiga eng oxirgi tarixiy yakun chiqarish hamda keyingi asrdagi taraqqiyot istiqbolini faraz qilish intayin muvaffaq. Davomı bor.